Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan biz insonning xurrak otishi va natijada apnoe kelib chiqishi hamda uning oqibatlari haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Xurrak dunyo bo'yicha juda ham dolzarb muammo bo'lib, uni davolashda har doim ham ijobiy natijaga erishish qiyin hisoblanadigan muammolardan biridir. Xurrak otish uyqu vaqtida insonning nafas olish jarayonidagi havo yo'lida bo'ladigan to'siq oqibatida yuzaga keladigan holat. Negadir bu kasallikka Markaziy Osiyo xalqlari orasida bepisand va bee'tibor qaraladi. Xurrak otsa nima qilibdi? Otadi qoladi, ertasiga kun yana davom etadi degan noto'g'ri tushuncha o'rnashib qolgan. Aslida xurrak juda jiddiy kasallik. Xurrakni keltirib chiqaradigan ma'lum omillar bor. Ularning o'ziga kasallik, xurrakka esa o'sha kasalliklarning oqibati deb qaraladi va xurrak sababli inson organizmida ayrim holatlarda davolab bo'lmaydigan kasalliklar yuzaga keladi. Buning asosiy sababi ortiqcha vazn. Ortiqcha vazn oqibatida yuqori nafas a'zolari, halqum, hiqildoq, til asosi, halqum yon devori, yumshoq tanglay sohalarida kengayish, tibbiyot tili bilan aytganda gipertrofiya holatlari yuzaga keladi. Bu o'z navbatida nafas olinayotgan havo yo'li yopilib qolishiga sabab bo'ladi. Ortiqcha vaznning 10% ga kamayishi xurrakning kamida 50% ga kamayishiga sabab bo'ladi. Xurrak otishning yengil va og'ir hisoblangan asoratli formalari bor. Yengil formasida inson uxlayotganda tovushli xurrak otib, lekin shu bilan birga nafas olishdan to'xtamasligi hisoblansa, og'ir formalarida esa insonning nafas olishi to'xtab qolishi ham mumkin. Buni tibbiyot tilida apnoe, ya'ni xurrak vaqtidagi nafas to'xtab qolish jarayoni deyiladi. Apnoega ko'pchilik guvoh bo'lgan. Bunda nafas kamida 5 sekund to'xtab qoladi. O'pka va bronxlarga nafas kirib borishi keskin kamayadi. Shu paytda miya, qon tomir tizimi juda kuchli kislorod tanqisligiga uchraydi. Avtomatik ravishda uyqu holatida miyadan jamiki nafas mushaklarini safarbar qilib, chuqur nafas aktiga buyruq bo'ladi, lekin u amalga oshmaydi. Faraz qiling, 8 soatlik uyqu davomida shunaqa xurujlar 10, 20, hatto 50 martagacha davom etishi mumkin. Qon tomir, asab va bosh miya tizimlarida 8 soatlik uyqu davomida o'sha 5-10 sekundlik vaqtlarning barchasini jamlasak, 15-25 daqiqa mobaynida nafas olinmadi, deya xulosa qilsak bo'ladi. Bu juda katta stress. Inson o'zi bilmagan holda stressga uchrayapti va mazkur jarayon har kuni davom etyapti. Bu o'z navbatida juda jiddiy oqibatlarga olib kelmasdan qo'ymaydi. Apnoe vaqtida organizmda o'zgarishlar bo'ladi. Ulardan biri gormonal o'zgarishlar. Ya'ni nafas to'xtash jarayoni muntazam davom etaversa, organizmda somatotrop gormoni ishlab chiqishi kamayadi. Bu gormonning kamayishi yog'ning parchalanishiga to'sqinlik qiladi. Natijada organizmda yog' deposi paydo bo'ladi va bu semirishning birinchi omili hisoblanadi. Gormonal o'zgarishlardan yana biri nafas to'xtash xurujlari vaqtida testosteron gormoni kamayishi. Bu ayniqsa erkaklarda jiddiy o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Qolaversa, ruhiy holatning salbiy tomonga o'zgarishiga ham olib keladi. Insonning diqqati, xotirasi, intellekti borgan sari pasayib boradi. Aksariyat chet davlatlarida kasb taqozosi bilan diqqat konsentratsiyasi talab etiladigan soha egalari maxsus tekshiruvdan o'tkaziladi. Ya'ni ularda xurrak otish yo'qmi, uyqu davomida nafas to'xtash holatlari bo'lmaydimi degan ma'nodagi tekshiruvlar olib boriladi. Agar shunaqa holatlar bo'lsa, bu insonlar o'sha kasbga yaqinlashtirilmaydi, chunki u birovlarning hayoti bilan bog'liq soha bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu muammoga juda jiddiy ahamiyat beriladi. Xo'sh, xurrakdan xalos bo'lish mumkinmi? Bunga maxsus davolovchi muassasalarda tashxis qo'yiladi. Bir nechta yo'nalishlardagi mutaxassislar jalb qilinadi. Ya'ni pulmonologlar, terapevtlar, nevropatologlar, lor shifokorlari yordamida aniq tashxis qo'yiladi. Xurrak va apnoening birlamchi sabablari aniqlanadi va uni bartaraf etish yo'llari borasida bir to'xtamga kelinadi. Xurrakni bartaraf qilish davo choralari dori vositalari yordamida yoki jarrohlik yo'li bilan amalga oshiriladi. Yuqori nafas yo'llarida, xususan lor a'zolaridagi havoning o'tishiga to'sqinlik qiladigan muammolar,
jumladan burun to'sig'ining patologik egriligi, burun chig'anoqlarining shishib ketishi, burun halqum sohalaridagi muammolar, yumshoq tanglay mushaklari tonusining pasayib ketishi, hiqildoqdagi muammolar jarrohlik muolajasini talab qiladi. Bu omillar jarrohlik yo'li bilan bartaraf qilinsa, inson erkin, komfort holatda nafas olishni boshlaydi va havoning yo'lida biror to'siq bo'lmaydi. Shuningdek, yuz jog' a'zolari sohasidagi biror bir nuqsonlar yoki tish tizimining buzilishi ham nafas olish jarayonini izdan chiqarishi mumkin. Qalqonsimon bez kasalliklari ham nafas organlariga jiddiy ta'sir o'tkazadi. Albatta buni ham unutmasligimiz kerak. Xurrakni bartaraf etish uchun birinchi o'rinda ortiqcha vazndan xalos bo'lish kerak. Buning uchun dietolog, gastroenterolog maslahati zarur bo'ladi. Insonning yoshi va tana tuzilishiga mos vaznga erishmasdan turib, bu kasallikni davolab bo'lmaydi. Shifokorga uchramasdan faqat vaznni kamaytiraman, kam yeyman, ko'p harakat qilaman deb bu amaliyotda umuman yaxshi natijaga erisha olmaslik ham mumkin. Albatta, shifokorga murojaat qilib, ortiqcha vazndan xalos bo'lgach, birlamchi sababni topib, uni bartaraf etish yo'llari qidiriladi. Semirishning o'zi xurrakka sabab bo'ladi. Xurrak va apnoe oqibatida gormonal balans buziladi va u ham semirishga olib keladi. Mana shu halqani buzib yuborish uchun bir necha mutaxassislar birlashib, davo choralarini aniqlashlari lozim bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.